İkinci testni ham tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi savol 1 2 3 4 raqamlaridan ularni takrorlamasdan nechta 400 dan kichik 30 dan katta son tuzish mumkin degan shart berilyapti. Demak, bizga 400 dan kichik bo'ladi agar 3 xonali bo'lsa, A, B, C ko'rinishidagi 3 xonali son kichik bo'lishi kerak 400 dan va ularni 2 xonali bo'lgandagi holati A, B ko'rinishida bo'lsin 30 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu shartni bajartirishimiz kerak. Raqamlarni takrorlamasdan deyapti. Demak, har bitta xonaga bitta son raqamni tanlasak, ikkinchi xonaga uni tanlash mumkin emas. Masalan, birinchi xonaga 1 qo'ysak, ikkinchi va uchinchi xonalarga 1 ni tanlash mumkin emas. Shunga ko'ra, dastlab birinchisi bo'yicha, demak, A, B, C ni har birini bittadan xona deb tushunamiz. Mana shunday bo'sh katak bor deb tushunamiz. Endi birinchi xonaga tanlash imkoniyatimiz 400 dan kichik bo'ladi deganligi sababli 4 birinchi xonaga mumkin emas. Ya'ni 4 qo'ysak, undan keyin 1 2 3 larni xohlagan ko'rinishda ishlatadigan bo'lsak, u sonimiz 400 dan katta bo'lib ketib qoladi. Demak, birinchi xonaga 4 ni tanlash mumkin emas, 3 ta imkoniyatimiz bor. 3 ko'paytirilgan holatda tanlaymiz. Ikkinchi katakga 4 ni ham, 3 ni ham, 2 ni ham, 1 ni ham tanlash mumkin. Lekin 4 tadan bittasini birinchi xonaga qo'ysak, ikkinchi katak uchun yana 4 tadan 3 ta imkoniyati qoladi. Uchinchi xonaga birinchi, ikkinchi kataklarga 2 ta raqamni tanlagan bo'lsak, 2 ta raqam tanlash imkoniyatimiz qoladi. 3 3 2 ko'paytmadan 18 ta ko'rinish kelib chiqadi. Xo'p, endi keyingisi 2 talik 30 dan katta bo'lishi kerak. Demak, 2 talik holati ham 2 ta katak ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda birinchi xonaga 30 dan katta bo'lishi kerakligi uchun 1 va 2 ni tanlay olmaymiz. Chunki 10 20 lik sonlar barchasi 30 dan kichik bo'lib qoladi. Demak, birinchi xonamizga 4 va 3 ning imkoniyati bor. 2 xil imkoniyat. Ikkinchi xonaga xohlagan raqamni tanlashimiz mumkin. Demak, ikkinchi xonaga xo'p 3 ta imkoniyat qoladi. Bitta raqam tanlasak, 3 ta imkoniyat ikkinchisiga tanlash mumkin. Bu yerdan xo'p 6 ta kelib chiqadi. Demak, umumiy holatda 8 ta, 18 ta birinchiga, ikkinchiga jami 6 ta, 24 ta imkoniyat mavjud bo'ladi. Demak, biz C ni olamiz. Ikkinchi masala funksiyadan. Ushbu ko'rinishdagi funksiyadan f a plus b plus c va f a b c ni ayirmasini toping degan shart berilgan. A, B, C larning qiymatlari berilyapti. Dastlab bizga A plus B plus C kerak. A ni o'rniga 1, B ni o'rniga -3, C ni o'rniga -2 ni qo'yamiz. Shunda -4 hosil bo'ladi. Endi bizga f A plus B plus C ni topishimiz kerak. A plus B plus C -4 ga teng bo'ldi. Demak, bundan f -4 ni topamiz. X ni o'rniga -4 qo'yamiz. Kvadrati -3 kara -4 ayrilgan 2. -4 ni kvadrati -16. -3 -4 ko'paytirilsa +12 bo'ladi. Ayrilgan 2. Hisoblasak 26 kelib chiqadi. Endi bizga A, B, C ning ko'paytmasi kerak. A 1 ga teng, B -3 ga teng, yuqorida berilgan C -2 ga teng. Ko'paytmadan -6 hosil bo'ladi. F A, B, C ni hisoblashligimiz kerak. Demak, bu deganligi F 6 deganligi. 6 ni har bir x ga qo'yib chiqsak, 6 ning kvadrati ayrilgan 3 kara 6 ayrilgan 2 hosil bo'ladi. Demak, 6 ning kvadrati 36 ga teng, ayrilgan 18 ayrilgan 2. Ayirmadan 16 kelib chiqadi. Bizdan so'rayapti f a plus b plus c ayrilgan f a b c ni. A plus b plus c ning qiymati f a plus b plus c ning qiymati 26 ga teng chiqdi. Mana bu a b c ko'paytma qo'yilganligi 16 ga teng chiqdi. Ayirmadan 10 kelib chiqadi. Demak, 2 ga d javob olamiz. Uchinchi masalamiz trigonometrik tengsizlik. Dastlab berilib turgan ifodani soddalashtirib olishimiz kerak. O'ngdagi kosinus kvadrat 3x ni chapga qo'shib o'tkazsam, demak, chap tomonda hosil bo'lyapti. Kosinus kvadrat 3x ayrilgan sinus kvadrat 3x qoladi. Tengsizlik o'zgarmaydi. O'ng tomonda -1, chapdagi -1 o'ngga manfiy o'tib ketadi. Bu yerda kosinus kvadrat minus sinus kvadrat kosinus 2 alfa formulaga ko'ra kosinus 6x hosil bo'ladi. Kichik yoki teng, o'ng tomon ayirmasi 0 ga teng. Esimizda bo'lsa, kosinus 2 va 3 choraklarda manfiy, 1, 4-da musbat edi. Ya'ni bizda mana bu yer, ya'ni pi taqsim 2 bilan 3 pi taqsim 2 ni orasi bo'ladi. Xo'p, demak bunda pi taqsim 2 dan boshlanyapti. 6x tegishli bo'ladi.
4 chaqasida, ya'ni 0 ham kiradi degan. Pi taqsim 2 da aynan 0 ga teng bo'lsa, pi taqsim 2 plus bu yerga yana qaytib aylanib kelishi 2 pi da bo'ladi. 2 pi davr qo'shiladi. 2 pi n va 3 pi taqsim 2 gacha plus bu yerga ham yana 2 pi bilan qaytib aylanib keladi. 2 pi n ko'rinishda bo'ladi. Har ikkalasi uchun n tegishli z. Xo'p, endi 6 ga karrali, 6 ga ko'paytirilgan holatda shunday edi. 6 ga bo'lib yuborsak, x haqiqiy holatda tegishli bo'ladi. Pi taqsim 12 plus 2 pi taqsim 6 n bo'ladigan bo'lsa, u yerda pi taqsim 3 hosil bo'ladi qisqartmadan keyin. Uzr, mana bunday bo'ladi. Buni ham 6 ga bo'lib yuborsak, pi taqsim 4 plus mana bu yerda 6 ga qisqartirsak, 3 ga qisqartirsak, pi taqsim 3, 2 ga qisqartirganimiz n hosil bo'ladi. Uzr, ozgina chalkashib ketyapman. Endi ro'zachilik to'g'ri tushunasizlar. N tegishli z har ikkalasiga. Pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha bo'lishi, demak bizda B javob bo'ladi. Keyingi masalamiz, mana bu qonuniyat bilan berilib turgan ifodani 16 ga bo'lganda qoldiqni toping degan shart berilgan ekan. Dastlab 1 ni 4-darajasi 1 ga teng. 2 ni 4-darajasi 16 ga teng. 3 ni 4-darajasi 81. 4 ni 4-si keladi, keyingisi 256 hosil bo'ladi. Undan keyingisi 5 ni 4-darajasi 625 va hokazo ko'rinishda 2011 ning 4-darajasi ko'rinishda davom etyapti. 1 ni 16 ga bo'lsak 1 qoldiq. Demak, birinchi holatda 1 qoldiq chiqadi. 16 ni 16 ga bo'lsak 0 qoldiq. 81 ni 80 ni bo'linib ketib 1 qoldiq qoladi. Ya'ni har bir qo'shiluvchini alohida qoldig'ini tekshirib ko'ryapmiz. 256 ni 16 ga bo'lsak 0 qoldiq chiqadi, qoldiq qolmaydi. 625 ni 624 bo'linadi, 1 qoldiq qoladi. E'tibor beryapti turgan bo'lsak, bu yerda har bitta juft sondan qoldiq 0 chiqyapti, har bitta to'qsondan qoldiq 1 chiqyapti. Jami qoldiqlar yig'indisini qo'shib turib 16 ga bo'lsak, qoldiq aniq kelib chiqadi. Bu yerda 2011 gacha barcha to'qsonlar, demak, har biridan 1 qoldiq qolyapti turgan bo'lsa, 1 ko'paytirilgan 2012 da jami 2012 ta son bo'lsa, teng yarmi 1006 dona 1 qoldiq qoladi. 1006 ga ko'paytirib, mana shu natijani 16 ga bo'lamiz. Demak, natija 1006 chiqadi. 1006 ni 16 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, 100 ni ichida 6 ta 96 ayirsak, bu yerdan 4 qoldiq qoladi. 6 ni olib tushamiz. 2 ta ko'radigan bo'lsak, 32 ayirsak 14 qoladi. Demak, bizda 14 qoldiq bo'ladi. A javobni olamiz. Masala yig'indini hisoblangan shart berilgan. Ushbu ifodalarni mana bu oxirgisi 9n plus 7 bu ayni qonuniyat, ya'ni bitta sonni tushunamiz va mana shu holatga keltiramiz. Dastlab 16. 16 9 kara 1 plus 7. Undan keyin 19 9 kara 2 plus 1 bo'ladi. Undan keyingisi 22 9 kara 2 plus 4 va nihoyat 25 9 kara 2 plus 7 ko'rinishda. Sonlarga e'tibor beryapti turgan bo'lsak, arifmetik progressiya, ya'ni 3 dan oshib boryapti. 25 dan keyin 28 keladi. 9 kara 3 plus 1 bo'ladi. Undan keyin 31 bo'lyapti. 9 kara 3 plus 4. Keyingisi 30 xo'p 4 bo'ladi. 9 kara 3 plus 7 ko'rinishda. Shu tartibda davom etyapti va eng oxirgilari 9 kara n plus 1, 9 kara n plus 3, 4. Keyingisi 9 kara n plus 7 bo'ladi. Aynan qonuniyatni yasab olganligimiz, mana bu yerda 3 tasi bir xil 2 ko'paytirilgan, bu yerda bir xil 3 ko'paytirilgan, bu yerda bir xil n ko'paytirilgan holatda. Demak, bu yerdagi hadlar sonini hisoblash uchun, demak, bizga arifmetik progressiyaning birinchi oxirgi hadlarni qo'shib 2 ga bo'lib, hadlar soniga ko'paytirishimiz kerak, shunda kelib chiqadi. To'liq qonuniyatga mos kelish uchun bu yerda bizga yetishmayapti. 9 kara 1 plus 1 bilan 9 kara 1 plus 4 yetishmayapti. Shunda mana bu yer birinchi xat bo'ladi. Bu ikkinchi xat, uchinchi xat, n'inchi xat. Ya'ni 3 karra shu ko'rinishdagi n'talik, ya'ni 3 barobar ko'p bo'ladi. 3 karra, 3 karra, 3 karra, 3 karra holatda. Shu yerda 3n dona xat bor ekan, faqat mana bu ikkalasi bizga yetishmayapti. Progressiyaning dastlabki n xati bo'yicha sn barobar
dastlabki birinchi hadimiz demak 9 karra 1 plus 1 bo'ladi 10. Qo'shilgan oxirgi hadni olamiz. 9n plus 7 taqsim 2 ko'paytirilgan hadlar soni 3 karra n va shundan ayirib qo'yamiz. Bizda qonuniyatda mana bu yer yo'q edi. Birinchi ikkalasi, ya'ni 10 va 13 yo'q. 23 ayirib qo'yishimiz kerak. Endi mana bu yer kerak bo'lmaydi. Bu yoqni soddalashtiramiz. 10 ga 7, 17 qo'shilgan 9n ni ko'paytiramiz 3n ga. Taqsim 2 ayru 23 ni ham 2 ga ko'paytirib suratga olib ketsam 46 holatiga keladi. Ko'paytmani ko'paytirib soddalashtiramiz. 51n qo'shilgan 27n kvadrat minus 46 taqsim 2 ko'rinishga keladi. 27n kvadratni eng boshiga o'tkazib olaman. 51n ni plus 69n minus 18n ko'rinishga keltiraman. Shu yerda ayirmadan 51n qoladi minus 46 davomiga taqsim 2. 51 ni bunaqangi ikkita ayirmaga ajratishimdan maqsad birinchi ikkalasidan 3n ni qasddan tashqariga chiqarib yuborsam, birinchisida 9n qoladi, birinchi hadda 69n o'rnida 23 qoladi. Ayrilgan ikkalasidan minus 2 ni chiqarib yuborsam 9n qo'shilgan 23 qoladi. Taqsim 2 ko'rinishda. Xo'p, endi ifodani soddalashtiramiz, ya'ni qavsdan tashqariga 9n plus 23 ni olib chiqib qo'ysak, davomida 3n minus 2 qoladi. Taqsim 2 bo'ladi. Demak, bizda 9n plus 23 mana bunga to'g'ri kelyapti. 3n minus 2 taqsim 2. A javobni olamiz 5 ga. 6-masala, o'suvchi geometrik progressiya tashkil etuvchi 3 ta sondan ikkinchisi 9 ga teng. Bu son o'rniga 15 ni qo'yilsa, arifmetik progressiya hosil bo'ladi. Quyidagilardan qaysi biri arifmetik progressiyaning 4-hadi bo'ladi deyapti. Demak, bizga A4 so'ralyapti. Shartga qaytamiz. Boshida demak o'suvchi geometrik progressiya deyildi. O'suvchi bo'lish uchun musbatligida q birdan katta bo'lishi kerak. Shu shartga ko'ra ikkinchi had 9 bo'ladigan bo'lsa, birinchi hadni 9 taqsim q desak bo'ladi. Q progressiyaning mahraji. Ikkinchi had 9, uchinchi had 9 q deb olsak bo'ladi. Mana shu uchalasidan mana bu o'rtadagi 9 ni o'rniga 15 ni qo'ysak, ular arifmetik progressiya bo'lib qolar ekan. Ya'ni birinchi son q taqsim 9 taqsim q, ikkinchi son 15, uchinchi son 9 q ga teng. Mana shu arifmetik progressiya bo'ladigan bo'lsa, u holda hadlar ayirmasi, ya'ni d teng bo'lishi kerak. 3-haddan 9 q dan ikkinchi hadni 15 ni ayirganligimiz. Yana bu narsa teng bo'ladi 2-haddan birinchi hadni ayirganligimiz. Q taqsim 9 taqsim q. Biz mana shu qonuniyatdan foydalanamiz mana shu yerdan. Xo'p, demak tenglikni har ikkala tomonini q ga ko'paytirib olib yozsam, shunda 9 q ning kvadrati minus 15 q teng bo'ladi 15 q ayrilgan 9 ga. O'ngni chapga o'tkazib yuborsak, 9 q kvadrat minus 30 ta q plus 9 teng 0 bo'ladi. Hammasini 3 ga bo'lib o'ramiz. 3 q ning kvadrati minus 10 q plus 3 teng 0. Xo'p, ifodadan soddalashtirib x q1 2 ni topadigan bo'lsa, ildizlarni bittasi 1 taqsim 3 ga teng chiqadi, diskriminant hisobi bo'yicha. Ikkinchisi 3 ga teng chiqadi. Bizda boshida shart olganmiz, ya'ni q birdan katta bo'lishi kerak. Mana bunisi kamayuvchi bo'lib qoladi, bunisi o'suvchi bo'ladi. Demak, q ga 3 olamiz. Shunda bizga geometrik arifmetik progressiyaning 4-hadi so'raldi. Mana bu yerdan foydalanamiz. Shunda u yerdan foydalansak, q o'rniga 3 qo'ysak, 9 taqsim q, ya'ni birinchisi 3 ga teng, ikkinchi son 15, uchinchi son 9 q, ya'ni 27 bo'ladi. Bular 12 ga farq qilyapti. 4-hadimiz teng bo'ladi 39 ga. Demak, D javobini olamiz. 7-savol. Bir guruhda o'g'il bolalar soni qizlar sonidan 8 marta ko'p bo'lsa, guruhdagi qizlar va o'g'il bolalarning umumiy soni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'la olmaydi? Shu yerda izohlab ketamiz, ya'ni bo'la olmaydi. Ko'pchilik savolni o'sha test ishlayib turganda shartni to'liq o'qimaydi va mana shu yerda bo'la oladi deydi-da, bitta o'qib turib o'sha bitta to'g'ri javobni olib ketadi. Bizdan noto'g'risini, ya'ni to'g'ri kelmaydiganini so'rayapti.
Shartda qizlar sonidan 8 marta ko'p deyapti o'g'il bolalar soni. Demak, o'g'il bolalar 8x bo'ladigan bo'lsa, qizlar soni x miqdor bo'ladi. Bizga umumiy 9x. Bundan nimani tushunishimiz kerak desa, 9 ga karrali bo'lgan sonlar mana shu tenglamaga bo'la olmaydi shartini bajarib qo'yadi. Bo'la oladi shartini bajaradi. Bizga bo'la olmaydi dedi, javoblardagi 9 ga karrali bo'lmagan sonni topishimiz kerak. Birinchisini raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, demak 9 bo'ladi. Bu bo'linyapti. Ikkinchisini raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 9 bo'linyapti. Uchinchisini raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 9 bo'linyapti. To'rtinchisi raqamlar yig'indisi 14 ga teng bo'linmaydi. Demak bizda javob D bo'ladi. Ya'ni 9 ga karrali bo'lmagan son mana shu shartni bajara olmaydi, bo'la olmaydi sharti bo'ladi. Demak D olamiz. 8-savol logaritmik tenglama. Tenglamaning ildizlari ko'paytmasini toping degan shart berilyapti. Bu yerda dastlab 27x kvadratni o'ng tomonga o'tkazib olamiz. X darajasida logaritm 3 asosga ko'ra x teng bo'ladi 27x kvadratga. Bu yerda o'ng tomondagi 27x kvadratni logaritm asosiy formulasi bor edi. A darajasida logaritm a asosga ko'ra b teng b ga. Ya'ni ikkita asos bir xil bo'lsa, ichkaridagi sonning o'zi qoladi. Shu formulaga teskari yuramiz. O'ng tomondagini b deb tushunsak, yangi x asos kiritib olamiz. X darajasida logaritm 3 asosga ko'ra x teng x darajasida logaritm x asosga ko'ra 27x kvadrat. Yangi x asoslar kiritishimdan maqsad biz mana bu asosdan qutulmoqchimiz va bitta yaxlit logaritmda qoladi. Logaritm 3 asosga ko'ra x teng bo'ladi. Mana bu x ni ham tashlab yuborsak, logaritm x asosga ko'ra 27x ning kvadrati. O'ng tomonda logaritm ichkarisida ko'paytma, mana bu yerda ko'paytirish bor bo'lsa, ko'paytmadan yig'indiga o'tamiz. Logaritm 3 asosga ko'ra x teng bo'ladi. Logaritm x asosiga ko'ra 27 qo'shilgan logaritm x asosiga ko'ra x kvadrat. Endi chap tomonga hozircha tegmay turamiz, o'zgarmaydi. Logaritm 3 asosga ko'ra x teng. Mana bu yerda 3 ni kubi deb tushunsak, 3 oldiga tushadigan bo'lsa, 3 logaritm x asosiga ko'ra 3 bo'lib qoladi. Qo'shilgan x bilan qisqarib ketsa 2 ga teng bo'ladi. Bu yerda mana bu logaritmni ichki asosi va o'zini almashtiramiz, bir taqsim ko'rinishiga kelsak, bu bilan bir xil bo'ladi. Logaritm 3 asosga ko'ra x teng 3 ko'paytirilgan 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra x qo'shilgan 2 holatida. Endi logaritm 3 asosga ko'ra x ni a deb belgilab olsak, a teng bo'ladi. 3 ni ana suratdagi 1 ga ko'paytirib olsak, 3 taqsim a qo'shilgan 2 ga. Tenglikni har ikkala qismini a ga ko'paytirib yuboraman. Shunda a kvadrat teng bo'ladi 3 qo'shilgan 2a ga. Har ikkalasini ham chap tomonga o'tkazib yuboramiz. A kvadrat minus 2a minus 3 teng 0 ko'rinishga keladi. V teoremasi bo'yicha ko'paytirsak minus 3, qo'shsak 2 bo'lishi minus 3 bilan birligida chiqadi. Yo'q, adashdik. Mana bunisi plus 3 bo'ladi, bunisi minus 1 bo'ladi. Endi har ikkala a o'rniga logaritm 3 asosga ko'ra x ni qo'yamiz. Logaritm 3 asosga ko'ra x teng musbat 3 ga. Ikkinchisida logaritm 3 asosga ko'ra x teng manfiy 1 ga. 3 ni darajaga oshirib yuborsak, demak x teng bo'ladi 27 ga. Bu x birinchi ildiz, ikkinchi ildizimiz 3 ning minus birinchi darajasi 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bizda shartda ildizlari ko'paytmasini toping degan edi. Demak x1 ko'paytirilgan x2 9 ga teng bo'ladi. C javobni olamiz. 9-misolimiz trigonometriyadan tangens alfa 0,5 bo'lsa, 2 sinus alfa taqsim 10 sinus kub alfa plus 5 kosinus kub alfaning qiymatini toping degan shart berilgan. Demak, tangensni dastlab soddalashtirib sinus alfa taqsim kosinus alfaga o'tkazib olamiz. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga ekan. Proporsiya ko'rinishida ko'paytirib olsak, kosinus alfa teng bo'ladi 2 ta sinus alfaga. Tenglikni har ikkala tomonni kvadratga oshiramiz. Shunda kosinus kvadrat alfa teng bo'ladi 4 ta sinus kvadrat alfaga. Bizda asosiy qonuniyat bor edi. Ya'ni asosiy niyat kosinus kvadrat alfa qo'shilgan sinus kvadrat alfa 1 ga teng edi. Ana shu kosinus o'rniga yuqoridagi ifodani 4 sinus kvadratni olib kelib qo'ysak,
5 ta sinus kvadrat alfa teng 1 ga. Bundan sinus kvadrat alfa teng 1 taqsim 5 ga chiqadi. Sinusni o'zini aslida plus minus olishimiz kerak. Demak, sinus alfa. E'tibor beramiz, suratda ham birinchi daraja, mahrajda ham birinchi toq darajalar. Toq darajalar bo'lganda, mana bu tangensni nisbati ikkalasi yoki musbat, ikkalasi yoki manfiy bo'lishini bildiradi, yoki birinchi yoki uchinchi chorakdagi qiymatlar. Bu deganligi biz musbatini olib ketaveramiz, qulayroq bo'ladi. Ya'ni manfiy olsak ham yakunda baribir musbat son chiqadi. Shuning uchun sinus 1 taqsim ildiz ostida 5 ga teng, kosinus alfa bo'lsa, birdan mana bu kvadratni ayirib oladigan bo'lsak, 4 taqsim ildizdan chiqsa 2 taqsim ildiz ostida 5 ga teng chiqadi. Endi bizda ifodani berilishi bo'yicha 2 ta sinus alfa. Sinus alfaning o'rniga 1 taqsim ildizda 5 qo'yamiz. Mahrajda 10 sinus kub alfa. Demak, 10 ko'paytirilgan sinusning kubi desa, mana shuni kubi bo'lib qoladi. 1 taqsim 5 ildiz ostida 5 qo'shilgan 5 ta kosinus kub alfa. Kosinusni kubi desa, 2 ning kubi 8 ga teng, mahrajida 5 ildiz ostida 5 hosil bo'ladi. Xo'p, endi suratda 2 taqsim ildiz ostida 5, mahrajga tushadigan bo'lsak 5 10 bilan qisqarsa 2 qoladi. 2 taqsim ildizda 5, 5 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, qo'shilgan 8 taqsim ildiz ostida 5. Suratda 2 taqsim ildizda 5 turibdi hozircha. Mahrajni bir xil, suratini qo'shsak 10 taqsim ildiz ostida 5. Xo'p, demak asosiy kasr chizig'i bo'lish ko'paytirilgan bo'ladi. Mahrajni suratiga olib chiqib ketamiz. Mahrajni suratini mahrajga olishamiz 10. Ildizda 5 lar qisqarib ketsa, 1 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Demak, A javobni olamiz. 10-masala geometriyadan. Berilgan chizmada A si 6 ga teng, mana berilyapti, 8 ga teng. AD ning uzunligi BD dan 3 marta katta. Ya'ni AD ning uzunligi BD ning uzunligidan 3 marta katta. Chizma noto'g'ri chizilgan. Aslida mana bu tomon 3x bo'lishi kerak, bu tomon x bo'lishi kerak. 3 marta kattaligi. Shu ma'lum bo'lsa, sinus alfa taqsim sinus betani toping deyapti. Bu sinuslarning nisbatini topishimiz kerak. Mana bu yerga yangi gamma burchak belgilab olsam, bu tomoni uni qo'shnisi bo'ladi. Yig'indisi 180 gradus bo'lishligidan 180 minus gamma bo'lib qoladi. Shu yerda sinuslar teoremasini dastlab ADS 3 burchak uchun qo'llayman. Sinus gamma taqsim 6, uni qarshidagi tomon sinus alfa taqsim 3x ga bo'lib qoladi. Bundan sinus alfani topadigan bo'lsak, o'ng tomonga ko'paytma bo'lib ketsa, demak sinus gammani x ga ko'paytirilgani taqsim 6 bilan 3 qisqarsa 2 qoladi. Endi ikkinchisi uchun ham xuddi shunday sinuslar temasini qo'llab yuboraman. Ya'ni bizda sinus 180 minus gammani topadigan bo'lsak, taqsim uni qarshidagi tomon 8, shu teng bo'lishi kerak. Sinus beta taqsim uni qarshidagi tomon x ga. Bu tenglikdan ham sinus betani topmoqchiman. Sinus beta teng bo'ladi. Mana bu yerda e'tibor berib turgan bo'lsak, sinus 180 minus gamma deganligimiz bu yana sinus gammani beradi keltirish formulasi bo'yicha. Hop, shu yerga x ko'paytirilib chiqib ketadi. Demak, x ko'paytirilgan sinus gamma taqsim 8 ga bo'lib qoladi. Bizga mana shu ikkalasi kerak. Mana bu va mana bunisi. Bizdan sinus alfani suratga qo'yish so'ralyapti, ya'ni x ko'paytirilgan sinus gamma taqsim 2 taqsim mahrajiga sinus beta. X ko'paytirilgan sinus gamma taqsim 8. Sinus gammalar qisqarib ketsa, x lar qisqarib ketsa, 1 taqsim 2 ni bo'lish 1 taqsim 8 ga bo'lib qoladi. Ko'paytirish teskari qiladigan bo'lsak, 4 ga teng bo'ladi. Demak, B javobni olamiz.